Bunaqa narxga sizlar aniq yevro kotejda bo'lmaysizlar. Nimaga deganlarda videoni oxirida men sizlarga batafsil ma'lumotni beraman. Ko'rib turgan joyingiz 2 olsuta qurilgan 3 qavatdan iborat. Bo'z ko'rib turgan joyingiz darvozaxona qismi akkuratni stashka qilib qo'yishgan va o'zini yashil zona uchun joy tashab qo'yishgan va eng asosiysi kotejimizda gaz va suvdan umuman muammosi yo'q. Qaranglar, videoni o'ziga bitta baho beringlar, qanaqa chiroyli turibdi. Ya'ni devorlarni o'ziga keladigan bo'lsak, atachenta bilan mana shu travertinni qo'shib qilishgan va eng asosiysi zo'r sifatli faqat narsadan ishlatishgan. Xo'p, kotejimizga kiraverishda kirganingizda o'zim bu yerda holi bor. Nimaga 3 qavat dedim? Ana endi sizlarga qaranglar, sirasi tushuntirib o'taman. Ya'ni sokol qismi birinchi qavat, ikkinchi qavat, ya'ni 3 ta qavatdan iborat bo'ladi. Kirganingizdan sizni bu yerda qaranglar, kattagina o'zini zal kutib bo'ladi. Xo'sh, bu yerda oshxona qismi va barbekyu qiladigan joyi bor mana bu yerda o'zi. Bu yerga keladigan bo'lsak, o'zini alohida sanuzuli bor. Va bu yerga keladigan bo'lsak, yotoqxona qismi. Xo'sh, ketdik ana endi. Masalan, oshxona qismi kattagina, ana endi barbekyu qiladigan joyini o'zi qaranglar, qanaqa katta, chiroyli, akkuratni turibdi. Va eng asosiysi ana endi ikkinchi qavat masalan ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishingizni qarang, lisensiyalar o'ziga e'tibor beringlar, qaranglar. Dishovka narsa ishlatilmagan, ya'ni sifatli faqatgina sementdan ishlatilgan. Ikkinchi qavat chiqqanlaringiz bilan bu yerda o'zining bitta hol kutib bo'ladi. Bitta xona bu yerda va bu yerda yana bitta xonasi bor va bu yerda o'zining yotoqxonasi, ichida sanuzul ham bor. Mana bu yerning o'zida yana bitta sanuzul bor. Umumiy xonasiga keladigan bo'lsak, mana aytib o'tganim sanuzul. Umumiy xonasi 5 ta xona, xo'sh, plus bitta oshxona, 2 ta hol va 3 ta sanuzuldan tashkil topgan. Ana endi bu xo'sh, endi ochiq balkonga keladigan bo'lsak, ochiq balkonga qaranglar. Ochiq balkon ham chiroyli tarzda turibdi. Xo'sh, manzilni sirasi tushuntirib o'tay, qaranglar. Manzil geofiskada joylashgan, shuni yo'lni, katta yo'lning yoqasidan 200 metr oraliq masofada joylashgan. Masjid ham oldida turibdi. Maktab, bog'cha hammasi shunaqa kotejning oldida. Eng asosiysi bu kotejimizdan 3 ta qurilgan, imini aka-ukalarimiz uchun. Qaranglar, havosini o'zi, bu yerning o'zi havosi shunaqa toza, chunki kotejimizni to'g'risi to'liq mana shu archazorga ketgan. Ana endi sokol qismi masalan ko'rsatib o'taman. Nimaga sokolni aytayapman? Qaranglar akalar, sirasi tushuntirib o'taman. Mana shu ko'rib turgan joyingizning balandligi 280 ni tashkil etadi va eng asosiysi qaranglar. Mana shu 60 sm dan pastda, mana shu 60 sm joyi yerga kirgan, faqat qolgan tepaga chiqib ketgan va eng asosiysi mana shu devorimizning orqasida bitum bo'lgan, bitumdan tashqari yana bir marta ustidan izol bo'lgan, ya'ni 2 qavatli izolyatsiya bo'lgan va mana shu ko'rib turgan joyingiz sokolning qismi va eng asosiysi qaranglar. Kolonnasini nimaga sifatli deyapman? Chunki mana shu kolonnaning ichida 4 ta 12, 4 ta 18 armatura ketgan va eng asosiysi litsenzionni armaturalar ishlatilgan faqat. Va qaranglar, mana shu ko'rib turgan joyingiz, ya'ni to'liq vod chiqqan kadastrlari, polni dokumentlari 100% joyida va eng asosiysi mana shu yerimizni o'zini akamiz xususiylashtirilgan ekanlar. Va mana shu qaranglar, lisensiyaning o'zidan tankalon chiqib ketsa ham hech nima bo'lmaydi, chunki sifatli materiallar ishlatib qo'yishgan ekan.